Hammaga salom. Bugun bizda sizlar bilan juda ham qiziqarli bir dars bo'ladi. Chunki men sizlarga bugun где, куда va откуда savollarini to'g'ri formada bittalab ishlatishni tushuntiraman. Chunki bu savollar bizda asosiy hisoblanadi va bu savollar yordamida sizlar ko'chaga chiqqanda "Men maktabga ketyapman, maktabdan kelyapman, ishga ketyapman" degan javoblarni rus tilida to'g'ri formada ishlatishingiz mumkin. Va e'tibor etmoqchimanki, meni o'zimni onlayn kursim bor. U yerda sizlar rus tilini qisqa vaqt ichida, qiziqarli formada tez o'rganishingiz mumkin. Agar sizga to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, shu videoning tagida men sizlarga ilova qoldiraman. Ilovadan o'tib, ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, siz bilan bog'lanishadi va videoni boshladik. Так, поехали. Bizada куда savoli bor. Куда degani bu bizada qayerga. Где bor? Qayerda va откуда? Qayerdan. Keling, har bittasini переводini yozib qo'yaman va qanday qilib ishlatishni tushuntiraman. Значит, qayerga. Ko'plar именно shu savollarni juda ham tez-tez xato qilib ishlatishadi. Nimaga? Chunki biz farqini bilmasligimiz mumkin. Qachon ga keladi, qachon da keladi va qachon dan keladi. Где это qayerda? Откуда это qayerdan? Endi давайте посмотрим. Например, bizda куда savoli keldi. И bizda misol uchun so'zlar a yoki ya harfi bilan tugashi mumkin. A, ya harfi bilan tugashi mumkin. Va faqat shu harflar bilan tugaydigan so'zlarga mana shu окончанияni olib, u yoki yu ga o'zgartiramiz. Qolgan hech qanaqa окончание qo'shishimiz kerak emas. Misol uchun, берем с вами работа. Работа bu ish. Demak, ishni ichiga kirolmaymiz. Demak, bizda qaranglar, v bilan na bor. Rus tilida bu ichiga kira oladigan va ichiga kira olmaydigan qo'shimcha hisoblanadi. Ko'makchilarni ishlatishni bilishimiz kerak. Mana bu yerda yozib qo'yaman. V и на. Ikkalasidan bittasini ishlatishimiz kerak. Например, bizda ish это работа. Biz hech qachon ishni ichiga kira olmaganmiz. Ya'ni, biz ishni ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. Biz xonani ko'ramiz, ofisni ko'ramiz, maktabni ko'ramiz. Lekin ishni umuman ko'rmaymiz. Chunki bu bizda abstrakt narsa va biz ko'zimizni oldiga uni tasavvur qilib keltira olmaymiz. Shuning uchun biz unga v emas, na ni ishlatishimiz kerak. Demak, men ishga ketyapman desanglar, na, deb ko'rdinglarmi? A nimaga o'zgaryapti? Uga и у нас будет на работу. Или если у нас будет аудитория. Вот auditoriyani biz ichiga kiramiz, chunki bu ham bitta xonani turi hisoblanadi. Keling, men sizga aytib o'taman. Например, bizda комната bor. Комната bu uydagi xona. Или bizda kabinet bor. Kabinet bu ofisdagi. Klass bor, bu maktabdagi. Auditoriya bor, bu universitetdagi. Farqini ko'ryapsizlarmi? Biz har bittasini ishlatishni bilishimiz kerak. Demak, mana shuni hammasiga biz nima ishlatamiz? V ni. Но, например, берем, например, работа. Ish bu bizda ofisda bo'ladi. Ofis ichiga kiramiz, ish ichiga kira olmaymiz. Maktabga boramiz, maktabga kiramiz, kabinetga kiramiz, klasskada. Lekin darsga kirmaymiz, urokka. Demak, nima ishlatamiz? O'tgan nani ishlatamiz. Yokida universitetga boramiz, universitetga kiramiz, auditoriyaga kiramiz, lekin leksiyaga kirmaymiz. Nimaga? Chunki leksiyani biz ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz va shuning uchun biz o'tda na ni ishlatishimiz kerak. Вот работаga na, leksiyaga demak na, и bizda leksiya ya bilan tugadi. И у нас будет на лекцию. Lekin qolgan hamma harf bilan so'zlar tugaydi, umuman hech nima qo'shmaysizlar. Misol uchun bizda urok, dars. Dars ichiga kira olmaymiz, chunki ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz, lekin biz kabinetga kiramiz. Kabinetga ga kelgandan keyin v kabinet, ko'rdinglarmi? Demak, qolgan hammasiga biz просто hech nima qo'shmasdan ishlatishimiz kerak. V kabinet. Na urok. Hech nima qo'shilmadi. Видите?
hech nima qo'shilmaydi. Faqat aya bilan tugasa, demak biz uyuni ishlatishimiz kerak. Bo'ldi. Вопрос, например, у нас где? Qayerda? Demak, bu yerda ham xuddi shu narsa. Vna. Vna keldimi? Xuddi shu ikkalasi kuda bilan qayerda, то есть kuda и где-ga, qayerga va qayerdaga ikkalasiga ham vna keladi. No, bizda da qo'shimchasi kelgandan keyin umuman boshqa окончаниyalar ishlatiladi. Bu yerda juda ham oson. Nimaga? Hamma yerda ye. Hamma yerda ye. Например, комната bu xona. Xonani ichiga kiramiz. Demak, men xonadaman desam, я говорю в комнате. Ko'rdinglarmi? Ye bo'lib ketdi. Komnata a bilan tugadi, ga bo'lgandan keyin uga o'zgaradi. И у нас xonaga будет в комнату, lekin xonada в комнате. Или пусть у нас будет кабинет. Кабинет ham bu xona, lekin bu уже ofisda. Demak, xonaga v кабинет, lekin xonada v кабинете. Понятно, да? Или урок, dars ichiga kirolmaymiz, поэтому мы используем с вами на, lekin bu ga qo'shimchasi kelganda da kelsa-chi, и у нас будет на уроке. Bizada eslab qoladigan so'z bor. Например, rus tilida burche degan so'z bu ugl bo'ladi. Demak, burcheda desam в углу, то есть istisno в углу. Bu so'zni eslab qolishimiz kerak va bundan tashqari yana bir ikkita istisno so'zlar bor. Men sizlarga tablitsa qo'yaman. O'sha tablitsa bo'yicha so'zlarni eslab qolishinglar kerak. Qaysi so'z bizda istisno, qaysi so'zni biza eslab qolib, yod olib, qo'llashimiz kerakligi haqida. Endi qaranglar. Bizda keyingi savol bor, bu откуда. Откуда degani qayerdan. Вот bizada da bilan ga kelganida v bilan na ishlatiladi. No, dan kelgandan keyin umuman boshqa ko'makchilar ishlatiladi. Это у нас is va s. Is ichiga kira oladigan joylarga nisbatan ishlatiladigan ko'makchi hisoblanadi. Получается s bu xuddi shu mana naga o'xshab ichiga kira olmaydigan, ko'zimiz bilan ko'ra olmaydigan joylarga nisbatan ishlatiladigan ko'makchi hisoblanadi. Bu yerda juda ham oson. Вот смотрите, so'zlar a bilan tugadimi? I ga o'zgardi. Qolgan hammasiga nabarot a-ni qo'shamiz. To есть, bizda, например, kabinet bo'ldi. Demak, kabinetni a yo'qmi? Demak, a-ni nabarot qo'shishimiz kerak. Давайте a-ni birinchi ko'rib chiqamiz, i ga o'zgarishini. Берем с вами комната, да? Xonaga v комнату, xonada v комнате и xonadan у нас получается уже из комнаты. Ko'ryapsizlarmi? Ani biz i'ga o'zgartirdik. Или пусть у нас будет слово аудитория, ya'ni biz i'ga o'zgartiramiz. Demak, auditoriyadan desam из аудитории. Следующий. Qolgan hamma harflarga nima ishlataman dedim? A yoki yani qo'shishim kerak. Demak, bizda, например, so'z kabinet bo'lyapti. Значит, qayerga v kabinet, qayerda v kabineti, lekin qayerdan из kabineta. Ko'rdinglarmi? Qolgan hammasiga biza a-ni ishlatishimiz kerak. Shunda полностью to'g'ri gapirayotgan bo'lasizlar. Давайте men sizlarga hozir unga vazifaga so'zlar yozib qoldiraman va sizlar buni 3 ta formada полностью qilib ko'rasizlar va praktika qilib, полностью hayotingizda ishlab ko'rishingizga harakat qilasizlar. Например, у нас будет школа. Или пусть у нас будет лес. Les degani o'rmon yoki-da park.
Ilm. Так. Пусть будет улица, море, командировка, пусть будет отпуск. Qaranglar, mana shu so'zlarni biza где, куда, откуда qilib ishlatib, to'g'ri formalarini yozib chiqishimiz kerak. Shunda bizada miyada qoladi. То есть biza o'sha qoidalarni eslab qolishga harakat qilamiz. Bizga bu yerda падеж kerak emas. Bizga savolni to'g'ri berib, to'g'ri javob berishni bilishimiz kerak. Va shunda aytib o'tmoqchiman. Agar siz bundan ham ko'proq ma'lumot olib, rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, uydan chiqmasdan-da tez va qisqa vaqt ichida, demak, meni o'zimni rus tili onlayn kursim bor. U yerga yozilish uchun va to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, meni videoyimni tagida, shu video darslik tagida men sizga ilova qoldiraman. Ilovadan o'tib, ism, familiya va raqamingizni qoldiring. Sizlar bilan bog'lanib, sizlarga kerakli ma'lumotni polностью berishadi. Shuning uchun bu mavzuni tushungansiz deb umid qilaman va savollarni yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha